Siz o'z uyingizda, o'z oilangiz bag'rida, eng yaqin deb bilgan insonlaringiz orasida o'zingizni o'lja deb his qilganmisiz? Men his qildim. Erim oilamizni boqaman deb uzoq yurtlarda, men esa bu yerda, o'z uyimda ota deb bilgan insonimning yirtqich nigohlaridan qochib yashardim. Uning qizim degan so'zida otalik mehri emas, balki etingizni junjiktiradigan sovuq va iflos bir ishora borligini anglash, bu o'lim bilan barobar. Lekin taqdir qiziq. Zulmatning eng quyuq joyida ham bir nur paydo bo'larkan. Faqat bu nur gunohmi yoki najot? Bugun men sizga o'z qalbimning eng yashirin, eng og'riqli va ehtirosli hikoyasini so'zlab beraman. Bu hikoya sizni yig'latadi, o'ylantiradi va balki o'z hayotingizga boshqacha qarashga majbur qiladi. Assalomu alaykum, mening aziz sirdoshlarim. Bugun men sizga shunchaki voqeani emas, balki yillar davomida ichimda yig'ilib, toshga aylangan dardimni, keyin esa kutilmaganda ochilgan gul kabi nozik hislarimni dasturxon qilmoqchiman. Mening ismim Nargiza. Yoshim 33 da. Tashqaridan qaragan odamga mening hayotim risoladagidek, turmush o'rtog'im bor, shirin farzandim bor, ustim but, qornim to'q. Lekin ayol kishi uchun baxt faqat qorning to'qligidami? 9 yil. Ha, ropparosi 9 yil bo'ldi turmush qurganimizga. Bu yillar davomida erim bilan munosabatimiz xuddi tinch oqayotgan, lekin suvi loyqa daryoga o'xshardi. U yomon odam emas, yo'q. Mehnatkash, ro'zg'orim deydi. Lekin uning hayotida ish degan narsa mendan ustunroq edi. Avvaliga kunlik ishlar, keyin navbatchiliklar, mana endi esa Rossiya. 1-2 yil ishlab kelaman, uyimizni yangilaymiz, mashina olamiz, dedi u ketishidan oldin. Men rozi bo'ldim. O'zbek ayolining taqdiri shu, sabr qilish, kutish. Lekin u ketgach, uyimizdan fayz ham, iliqlik ham ketgandek bo'ldi. Har kuni bir xil ssenariy, ertalab turish, bolani bog'chaga berish, ishga yugurish, kechqurun uy ishlari, charchoq va muzdek bo'sh yostiqni quchoqlab uxlash. Erim bilan telefonda gaplashamiz, lekin suhbatlarimiz quruq. Pul keldimi, bola yaxshimi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Biror marta Nargiza, o'zingni qanday his qilyapsan? Meni sog'indingmi? Men seni sog'indim degan so'zni eshitmadim. Ayol qulog'i bilan sevadi, deyishadi. Mening quloqlarim esa sukunatdan shang'illab qolgandi. Yuragimda bir paytlar yashagan o'sha iliqlik, ayollik g'ururi asta-sekin so'nib, o'rnini qop-qora bo'shliq egallayotgan edi. Shu yillar ichida erimning yo'qligida menga eng yaqin bo'lgan, doim holimdan xabar olib turadigan inson bu qaynotam edi. Avvaliga men buni otalarcha g'amxo'rlik deb bildim. Kelinim yolg'iz qolmasin, o'ksimasin deydilar deb o'ylardim. Lekin vaqt o'tgani sari insonning tabiati o'zgararmikan yoki asl yuzi ochilarmikan? Qaynotam 50 dan oshgan, hali tetik, o'ziga qarab yuradigan kishi. Bir kuni kechqurun bolamni uxlatib, oshxonada idish yuvayotgandim. Suvning shildirashi xayolimni olib qochibdi. To'satdan yelkamda birovning nafasini sezdim. Cho'chib tushdim. Ortga o'girilsam, qaynotam. U juda yaqin, haddan tashqari yaqin turardi. Qizim, yana yolg'iz qoldingmi? Dedi u sekin, xirillagan ovozda. Men o'zimni o'nglab, jilmayishga harakat qildim. Ha, dadajon, o'g'lingiz ishlari ko'pda, u menga uzoq tikildi. O'sha nigoh. Hozir ham eslasam, etim jimirlab ketadi. Bu otaning qiziga qarashi emasdi. Bu nigohda achinish bor edi, ha. Lekin uning tagida yashirin bir ochlik, qandaydir erkakcha baholash bor edi. U mening ko'zlarimga emas, lablarimga, bo'ynimga, keyin esa butun qomatimga tikilib turardi. Sen juda sabrli ayolsan, Nargiza, dedi u bir qadam oldinga siljib. Har bir erkak bunday ayolni boshiga ko'tarish kerak. O'g'lim, u sening qadringga yetmayapti. Bu gaplar zaharli asalga o'xshardi. Bir tomondan maqtuf, ikkinchi tomondan erimga bo'lgan hurmatimni sindirishga urinish. Men noqulaylikdan qizarib ketdim. Rahmat, dadajon, choy damlab beraymi, deb mavzuni o'zgartirdim va tezda u yerdan chiqib ketishga urindim. Lekin u yo'limni to'sdi. Qo'lini yelkamga qo'ydi.
O'zingni ehtiyot qil, qizim. Sen biz uchun, men uchun juda qadrlisan. Uning qo'li yelkamdan biroz pastga sirg'aldi. Bu tasodifmidi? Yoki ataylab qilingan harakat? Men o'zimni olib qochdim. O'sha tunda xonamning eshigini 2 marta qulfladim. Yuragimda g'alati, irganch bir qo'rquv paydo bo'ldi. O'z uyimda o'zimni begona, himoyasiz his qila boshladim. Uyim do'zaxga aylanib borayotgan bir paytda ishim men uchun yagona najot qo'rg'oniga aylandi. Har kuni ertalab uydan qochib chiqardim. Va mana shunday kulrang, umidsiz kunlarning birida ofisimizga yangi xodim keldi. Azamat. 25 yoshlarda. Ko'zlari charaqlab turgan, yuzidan nur yog'iladigan, ochiq ko'ngil yigit. U kirib kelishi bilan xonadagi muhit o'zgargandek bo'ldi. Biz bir bo'limda ishlay boshladik. Avvaliga u menga shunchaki hurmat bilan "Opal" deb murojaat qildi. Lekin uning "Opal" deyishida ham qandaydir mayinlik, ehtirom va samimiyat bor edi. Bir kuni tushlik payti hamma oshxonaga chiqqanda, men ishim ko'pligidan joyimda qoldim. Boshimni qog'ozlardan ko'tarmay o'tirardim. Yonimga kimdir kelganini sezdim. Boshimni ko'tardim, Azamat. Qo'lida 2 ta qahva. Nargiza opa, bugun juda charchaganga o'xshaysiz. Rangingiz oqarib ketibdi, dedi u xavotir bilan va qahvani menga uzatdi. Shu oddiygina e'tibor. Ishonasizmi, erimdan 9 yil davomida kutgan, lekin ololmagan e'tiborni shu yot, begona yigitdan ko'rib, ko'zimga yosh kelib qolishiga oz qoldi. Rahmat, Azamat. Shunchaki. Uy ishlari, bola, ish. Charchadim, dedim zo'rg'a jilmayib. U ro'paramdagi stulga o'tirdi. Menga diqqat bilan, xuddi ruhimni o'qiyotgandek qaradi. Siz juda kuchli ayolsiz, dedi u jiddiy ohangda. Atrofdagilar buni aytmasa ham men sezaman. Ko'zlaringizda juda chuqur bir dunyo bor. U gapirgan sari yuragimda nimadir chirs etib sindi. Yo'q, sinmadi, balki uzoq vaqt muzlab yotgan daryo yorilib oqa boshladi. Uning so'zlari, qarashlari menga shu qadar iliq, shu qadar kerakli ediki. Men o'sha kuni tushundim, men ayol ekanman. Men tirik ekanman. Va men shirin so'zga, e'tiborga tashna ekanman. Uyga qaytish azobga aylandi. Qaynotamning o'yinlari tobora ochiq tus ola boshladi. Bir kuni kechqurun erim bilan video orqali gaplashib bo'lgach, u yana charchaganini aytib, tezda xayrlashdi, hovliga chiqdim. Havo dim edi. Qaynotam so'rida o'tirgan ekan. Meni ko'rib yoniga chaqirdi. "Kel, qizim, biroz gaplashib o'tiraylik", dedi. Bormaslikning iloji yo'q, kattalarga hurmat. Chetroqda o'tirdim. U yana o'sha mavzuni boshladi. Erimning beparvoligi, mening yoshligim uvol bo'layotgani haqida. "Sardor seni tushunmaydi", dedi u past ovozda menga tomon egilib. Senga haqiqiy erkak mehr kerak. Seni erkalaydigan, seni tushunadigan odam kerak. U qo'lini uzatib tizzamni ushlamoqchi bo'ldi. Men chaqmoq urgandek sapchib turdim. "Dadajon, nima qilyapsiz? Bu nima deganingiz? Men o'g'lingizning xotiniman. Allohdan qo'rqing", deb baqirib yubordim. Ovozim titrab ketdi. U pinagini ham buzmadi. Iljaydi. Iflos, jirkanch bir iljayish. "Men senga yomonlik tilamayapman. Shunchaki seni baxtli ko'rgim keladi. Oramizda qoladi hammasi", dedi u ko'zlarini qisib. Men yugurib uyga kirib ketdim. Vujudim titrardi. Ko'nglim aynib ketdi. O'z qaynotam. Ota o'rnida ko'rgan insonim. Nahotki o'sha kecha tonggacha yig'lab chiqdim. Erimga aytay desam, ishonmaydi, janjal bo'ladi, oilam buziladi. Aytmasam, bu yirtqich bilan bir qafasda qanday yashayman? Ertasi kuni ishga ko'zlarim qizarib, shishib bordim. Hech kimga qaramaslikka harakat qildim. Kechki payt. Ish vaqti tugadi. Hamma ketdi. Men esa ataylab sekin yig'ishtirirdim, chunki uyga borishni istamasdim. Tashqarida sharros yomg'ir boshlandi. Kuzning sovuq yomg'iri. "Nargiza opa." Ortimga o'girildim.
Azamat. U ketmagan ekan. Haliyam shu yerdamisiz? Hamma ketdi-ku, dedi u eshikka suyanib. Hozir ketaman, dedim-u o'zimni tutolmay yig'lab yubordim. Barcha yig'ilgan alamlar, qo'rquvlar portlab chiqdi. Azamat bir lahzada yonimda paydo bo'ldi. Nima bo'ldi? Kim xafa qildi? Ayting, kim? U shunchalik kuyunib so'radiki. Men javob berolmadim, faqat yig'lardim. U ikkilanib turdi-da, keyin ehtiyotkorlik bilan yelkamdan quchdi. Yig'lamang. Sizning ko'z yoshlaringizni ko'rish menga qanchalar og'ir ekanini bilmaysiz. Ofis jimjit. Deraza ortida yomg'ir shovqini. Biz bir-birimizga juda yaqin turardik. Uning hidi, toza, yoshlik va ishonch hidi meni mast qildi. U sekin iyagimdan ko'tarib ko'zlarimga qaradi. Men sizni ko'pdan beri kuzataman, Nargiza, dedi u endi opar so'zini ishlatmay. Siz baxtsiz. Ko'zlaringizda g'am bor. Ruxsat bering. O'sha g'amni quvay. Ruxsat bering, sizga baxt nimaligini eslatay. Bu so'zlar, bu men kutgan, men muhtoj bo'lgan so'zlar edi. Azamatning yuzi menga yaqinlashdi. Yuragim ko'krak qafasimni yorib chiqay dedi. Aqlim to'xta, bu xiyonat deb baqirardi. Lekin qalbim xo'rlangan ayollik g'ururimki bir marta, faqat bir marta yasha deb faryod qilardi. Uning lablari labimga tekkanda men dunyoni unutdim. Erimni, qaynotamni, uyatni, hammasini unutdim. Bu shunchaki o'pich emasdi. Bu cho'kayotgan odamning havodan nafas olishi edi. Uning quchog'i shunday issiq, shunday xavfsiz ediki, men o'zimni yillar davomida birinchi marta himoyalangan his qildim. Biz uzoq vaqt shunday turdik. Yomg'ir bizning gunohimizni va dardimizni yuvayotgandek edi. O'sha kecha uyga qaytmadim. Ota-onamnikiga bordim. Yo'lda uzoq o'yladim. Azamat menga, men siz bilan har qanday yo'lga tayyorman. Faqat ayting, degandi xayrlashayotib. Men tanlov qilishim kerak edi. Bir tomonda xiyonatkor, beparvo er va yirtqich qaynota, doimiy qo'rquv va xo'rlik. Ikkinchi tomonda noma'lumlik, el-yurt gapi, lekin sevgi, hurmat va baxt ehtimoli. Ertasi kuni ertalab men qaror qildim. Qaynotamning uyiga bordim. Faqat narsalarimni olish uchun. Qaynotam hovlida edi. Meni ko'rib yuzida istehzoli kulgi paydo bo'ldi. Kelyapsanmi, Araschi, dedi. Men unga tik qaradim. Ko'zlarimda endi qo'rquv yo'q edi. Nafrat va qat'iyat bor edi. Men ketyapman, dedim baland va aniq ovozda. O'g'lingizga hammasini aytaman. Sizning qilig'ingizni ham, o'zimning qarorimni ham. Men endi sizning o'yinchog'ingiz emasman. Uning rangi oqardi. Nima? Sen isbotlay olmaysan, deb g'o'ldiradi. Menga isbot kerak emas. Menga erkinlik kerak, dedim va chamadonimni olib darvozadan chiqib ketdim. O'sha zax bosgan devorlari meni ezaveradigan uydan butunlay chiqib ketdim. Telefonda erimga hamma haqiqatni aytdim. U baqirdi, so'kdi, ishonmadi. Lekin menga endi baribir edi. Men qafasni sindirgan edim. Hozir men alohida yashayapman. Kichkina ijara uyda, lekin o'z tinchligim bilan. Ajrashish jarayoni ketyapti. Qiyin, juda qiyin. Odamlarning gapi, qarindoshlarning ta'nasi. Lekin yonginamda Azamat bor. Biz hali birga emasmiz, men halol bo'lib olishimni kutyapmiz. Lekin u meni har kuni qo'llab-quvvatlaydi. U mening nafaqat sevgilim, balki eng yaqin do'stimga aylandi. Men baxtlimanmi? Bilmadim. Lekin men endi qo'rqmayman. Men endi yolg'iz emasman. Va eng muhimi, men endi o'zimni hurmat qilaman. Aziz ayollar, sizga aytar so'zim shu: hech qachon sabr qilish kerak deb o'zligingizni, g'ururingizni toptashlariga yo'l qo'ymang. Zulmga, shilyoqlikka chidamang. Baxt bu kimningdir soyasida yashash emas, baxt bu o'z hayotingizning egasi bo'lishdir. Ba'zan yangi hayot boshlash uchun eski ko'priklar yonib ketishi kerak bo'larkan.
Men o'sha ko'prikni yoqdim va bundan zarracha ham afsuslanmayman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni asrang.